Mening eng sevimli top 3 mahsulotim Brainstorm, Booster va Collagen. Bu mahsulotlarni bitta ichib ko'ring, aniq sevib qolasiz. Men liderman. Katta komanda bilan ishlayman. Kuni bo'yi uchrashuvlar, rejalar, menga umuman o'chib qolish, charchash mumkin emas. Brainstorm meni miyamni hamisha yoqib turadi. Ertalabdan kechga yangi ideyalar kelishini, miyamni aniq soatdek ishlashini aynan shu mahsulot ta'minlab beradi. Ikkinchi mahsulotim Booster. Aynan farzandi tengdoshlaridan orqada qolgan onalar uchun aynan. Chunki shaxsan o'zimning farzandim tengdoshlariga nisbatan gapirishi orqada qolayotgan edi. Aynan shu Booster mahsulotini ichirdim. Miya rivojlanishi shunaqa tezlashdiki, hozir tengdoshlaridaqa bemalol ravon gapira oladi. Booster aynan miyada IQni rivojlantirib bergani hisobiga miyada yangi neyronlar hosil bo'ladi va miya 100% darajada ishlashni boshlaydi. Collagen bu meni hayotimni ajralmas qismi, go'zallik va yoshligimning siri. Ayol kishi har doim terisi va go'zalligiga e'tibor berish kerak. Collagen sizni ichingizdan yoshligingizni qaytarib beradi. Agar siz shu mahsulotlarni o'zingizni kun tartibingizga qo'shadigan bo'lsangiz, nafaqat go'zalligingiz va miyangizni yoshligini qaytarib olasiz.